Hurmatli Fayzobodliklar, Hazrati Poyanda Muhammad Shoh Asif Fayzobodiy biz o'zimiz yurtimizdan chiqqan olim shayx buvamizning ikkinchi masjidlari. Sizlar shayda ishlaysizlarmi, yashaysizlar? Bizga shayga mas'ul odam kerak edi-da. Biz shu buvoni mahallalardanmiz. Mahallamizda qishloqda kitob chiqarilgan edi, mahalla emas tarixi to'g'risida. Assalomu alaykum. Salomat yaxshimisiz, ahvol yaxshimi? Shunda menga ham ziyorat qilib tashlab ketaylik deb niyat qilib olib keldik. O'shanga shayda bir mas'ul odam bo'lsa, qo'liga topshirsak yaxshi bo'ladi degan niyatda. Bering Botirxon. Assalomu alaykum. Sizlar qayerdan? Mana shu buvoni yurtlaridan. To'raqo'rg'on tumanida. Axsi qishloq Fayzobod mahallasidan. Bu shu bizni yurtimizda tug'ilib o'sib, shayga kelib ilm olib, shayx maqomiga ega bo'lgan odamlar. Ayda nariga bitta masjidlari bor, qabrlari bu yerda. Biz oldin ham ziyoratga kelib yurganmiz. Shunga mahallada shu kitob chiqarishganiga, boyaga ham endi shu emas işte bu. ha. O'shanga ba'zi nomlari ham kiritilgani shunga